Assalomu alaykum barchaga. Siz yana Temir Arava kanalidasiz. Bugun ham sizlarga ajoyib bo'lgan bir emas ikkita avtomobilni ko'rsatmoqchimiz. O'ng tomonimizda Xiaomi Su7 Max pozitsiyada liderlari bilan jihozlangan avtomobilimiz. Chap tomonimizda esa Xiaomi Su7 bu birinchi pozitsiyadagi avtomobil, shuning uchun buni liderlari ham yo'q. Avtomobillarning narxi ham ajoyib, texnik ko'rsatkichlari ham yuqori darajada. Shunday ekan videoni oxirigacha ko'ring. Avtomobillar haqida batafsil ma'lumot aytamiz. Undan tashqari narxini ham albatta sizga aytib o'tamiz. Ikkala avtomobilni ham tashqi ko'rinishida deyarli o'zgarishlar yo'q, faqatgina tom qismida joylashgan liderda farq qiladi. Ko'rib turganingizdek, birinchi pozitsiyadagi avtomobilimizda liderlar yo'q, lekin old qismi bir xil. Bunda ham xuddi shunaqangi 6 ta Parktronic sensor bor. Avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimlari ham avtomobilda qo'yilgan va chiroqlariga ahamiyat bering. Xiaomi Matrix chiroqlari matritsali chiroqlar hisoblanadi va aynan Max avtomobilda, ya'ni Max pozitsiyadagi avtomobilda ham xuddi shunaqangi chiroqlar o'rnatilgan. Faqatgina bunda aytib o'tganimiz tom qismida liderlar o'rnatilgan. Avtomobillarning yon qismiga o'tganda farqlarni ko'rishingiz mumkin. Aynan disklarda bu yerda o'zgarish bo'lgan. Birinchi pozitsiyadagi avtomobilimizga qo'shimcha opsiya sifatida 20-razmerdagi disklar o'rnatilgan hamda Michelin shinalari bilan jihozlangan. Bu yerda Max pozitsiyadagi avtomobilimiz esa o'zini zavod tomonidan jihozlangan bazaviy disklarda, ya'ni 19-razmerdagi disk hamda shinalar avtomobilda o'rnatib ketilgan. Lekin bu avtomobillarimizning diskida farq bo'lmagani bilan, ya'ni buni disklari yaxshiroq bo'lgani bilan podveska qismida juda ham katta o'zgarish bor. Avtomobillarimizning ikkalasi ham old qism podveskasi 2 bo'g'inli to'liqligicha mustaqil podveska. Lekin bunda pnevma podveska tizimi yo'q. Bu avtomobilimizda esa pnevma podveska tizimi bor. Orqa qism podveskasiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi pozitsiyadagi avtomobilimizda oddiygina bu yerda podveska tizimi joylashtirib o'tilgan, ya'ni to'liqligicha ko'p bo'g'inli mustaqil. Bu avtomobilimizda ham xuddi shunaqangi ko'p bo'g'inli mustaqil podveska, faqatgina bunda aytib o'tganimiz pnevma podveska bor va avtomobilning yurish rejimi ham bunda kuchliroq. Aynan siz yurish rejimini Sport Plusga o'zgartirganingizda podveska ham xuddi shunga moslashib, taranglashib boradi. Bu yerda yana bir o'zgarish bor avtomobilimizda. Ko'rishingiz mumkin, eshiklar ramkasiz. O'zgarish bunda emas. Eshiklarni yopishingiz bilan bu avtomobilimizda tortib olish funksiyasi yo'q. O'zingiz qattiqroq yopishingiz kerak bo'ladi va eshik dastaklari o'zimizga xos bo'lgan, an'anaviy bo'lgani bilan eshik dastagini tortsangiz ochilmaydi. Ichki qismida tugma bor. Tugmani bosishingiz orqali ochiladi. Orqada ham xuddi shunday ochilish, faqatgina orqa oynalar kuydirilgan va ikkala oynamiz old qismda ham, orqa qismda ham to'liqligicha ikki qavatli oynalardan avtomobilda foydalanib o'tilgan. Endi Max avtomobiliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bunda ham ochilish xuddi shunaqangi ramkasiz eshik oynalari avtomobilda mavjud. Faqatgina farqi, buni ko'rishingiz mumkin, avtomobilimizda tortib olish funksiyasi bor. Ya'ni eshikni siz oxirigacha yopmasangiz ham o'zi bemalol tortib ola oladi. Bunda ham xuddi shunaqangi kuydirilgan oyna, ikki qavatli oynalardan foydalanib o'tilgan. Ko'ryapsizmi? Avtomobillarning asosiy farqlaridan biri xuddi mana shu yerda ham bor. Su7, ya'ni Xiaomi Su7 avtomobilining birinchi pozitsiyasini orqa qismini sizga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu yerda o'zgarishlar yo'q. Ko'ryapsiz, chiroqlar juda ham chiroyli tarzda monoqosh shaklda ishlangan, uzluksiz davom etadi va qanot, ya'ni bunda shamolga qarshi qanotlar yo'q. Avtomobilimizda qo'shimcha opsiya sifatida aynan bu pozitsiyaga qo'yish mumkin, lekin bunga qo'yilmagan, ya'ni narxi arzonroq bo'lish uchun. Lekin pastki qismlari hammasi aynan sport avtomobillariga xoslikni ko'rsatib turibdi. Bu yerda esa Su7 yozuvlarini ko'rishimiz mumkin. Hech qanaqangi Pro yoki Max yozuvlari qo'shib yozib o'tilmagan. Bu esa ko'rib turganingizdek, aynan shildiklardan anglaganingizdek Max, ya'ni Xiaomi Su7 Max avtomobili va bunda qanotlari orqa qismida mana shunaqangi spoilerlari avtomatik tarzda ko'tariladi. Buni siz sozlamalardan sozlab qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni 100 tezlikdan oshganingizdan keyin avtomatik o'zi ko'tarilishi ham mumkin. Endi 100 tezlikdan oshgandan keyin desangiz, buni maksimal tezligi qanaqa deb qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Avtomobillarimizning texnik parametrlari juda ham ajoyib. Buni esa aynan texnik xususiyatlariga o'tganda aytib o'tamiz. Mana shunaqangi qanotlar o'rnatilgan hamda Max yozuvlarini ham ko'rishimiz mumkin. Endi buni yukxonasini ham sizga ochib ko'rsatamiz. Yukxona ikkala avtomobilimizda ham elektron ochilish yopilish funksiyasiga ega. Deyarli 450 litr, 430 litr atrofida sig'imga ega bo'lgan yukxonani ko'ryapmiz. Bu yerda avtomobilimizning o'zini to'shamalari ham bor. Pastki qismda ham qo'shimcha joy bor ekan bunda. Ajoyib, ko'rishingiz mumkin. Yana ham qo'shimcha yuklarni joylab ketsangiz bo'ladi. Xuddi shu tugmani bosishingiz bilan o'zi yopiladi va bunda hech qanaqangi qo'l aloqalarisiz o'zi oyoqda ochish funksiyasi ham mavjud.
Avtomobilni ichki qismiga ham joylashib oldik. Bu birinchi pozitsiyadagi avtomobil. Ichki qismi juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin. To'q qizil rangda, ko'pchilik bordoviy ham deydi bu rangni. Xuddi shunaqangi charmlardan avtomobilimizda foydalanib o'tilgan. Bu yerda soft teri hamda nappa terilari, ya'ni nappa ko'jalari kombinatsiyasi ham ishlatib o'tilgan. Yuqori qism to'liqligicha qora charmlardan ishlov berilgan. Rulga ham ahamiyat bering. Multi rul, bu yerda rulni sozlash mexanik tarzda amalga oshiriladi. Tepaga, pastga, orqaga o'zingiz sozlaysiz. Head-up displeylar ham qo'yib o'tilmagan ushbu avtomobilimizda va aynan tormozni bosishingiz bilan mana bu avtomobilimizni kartalari mana shu qismga qo'yasiz va tormozni bossangiz mana bu yerda kichkinagina tabloimiz paydo bo'ladi. 7 dyumdagi tablo va bu yerda 16,1 dyumli kattakon markaziy displeyni ko'rishimiz mumkin. Bu markaziy displey orqali avtomobilni siz barcha sozlamalarni sozlashingiz mumkin. Aynan mana shu qismdan ko'ryapsiz. To'liqligicha ingliz tilida, xitoy tilida emas. Nima sozlamalar, chiroqlarni yoqish deysizmi, boshqa narsalari hammasini va iqlimni nazorat qilishni ham shu yerdan amalga oshirsangiz bo'ladi. Ikkita hududga ajratilgan iqlimni nazorat qilish bloki ham avtomobilda mavjud. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlari va aynan bunda boshqa elektromobillardan farqli o'laroq o'chirib qo'yish, ya'ni start stop tugmalari ham mavjud avtomobilimizda. Aynan bu yerdan ham konditsionerni qo'lingizni cho'zmasdan shu yeringizni boshqarsangiz bo'lar ekan, gradusini past-baland qilish va ventilyatsiya tezligini ham shu yerdan o'zgartirish mumkin. Endi rulni o'rta qismida joylashtirilgan mana shu narsalarga ahamiyat berishingizni xohlardim. Bu rejimlarni o'zgartiradi. Rejimlarni eslab qoling. U avtomobildagi bilan bundagini yurish rejimlarida ham farq qiladi. Qani, custom 1, custom 2. Bu custom degani o'zingizga sozlaysiz. Aynan avtomobilimiz sozlanmalariga mana shu monitordan kirib o'zingizga sozlaysiz, ya'ni tezlikni, tormoz qanaqa ishlashini, rulni qanaqa ishlashini barchasini sozlaysiz va customdan ikkalasidan bittasiga saqlab qo'yasiz. Undan keyin esa comfort rejimi bor va sport rejimlari avtomobilimizda mavjud. Xuddi shu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu shayba orqali esa avtopilotni ishga tushirishingiz mumkin. Yuqori qismda chiroqlar qo'yib o'tilgan, qo'l bilan bossangiz yonar ekan. Avariyaviy chiroq ham avtomobilimizning tom qismida joylashtirilgan. Bu yerda chiroqlar ham bor, aynan oynalarda ichki qismdagi va ko'ryapsizki, to'liqligicha kattakon panorama tom funksiyasi ham avtomobilimizda mavjud. Va endi sizga yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'rindiqlar. Ya'ni o'rindiqlarda nima bor deyishingiz mumkin. Ko'ryapsizki, ikkala old o'rindiqlarimizda isitish hamda sovutish funksiyasi, orqa qator o'rindiqlarda isitish, rulda ham isitish funksiyalari avtomobilimizda mavjud. Orqa qator haqida ham sizga qisqacha ma'lumot aytib o'tamiz. Old qism o'rindiqlari meni bo'yimga sozlangan holatda, orqada ham qulay joylashib ketish mumkin. O'rindiqlar sport avtomobillariga xos, ko'ryapsiz. Yon qismlarda ham bo'rtib chiqqan joylari bor. Avtomobil haydashlarga kirganda yo'ldan bu yoqqa siz ham o'ynab ketmasligingizga xizmat qiladi. Stakan qo'yish uchun joylarimiz bor. Buni yig'ib qo'yib, orqada 3 kishi ham bemalol harakatlanib ketsa bo'ladi. Yuqori qismda mana bunaqangi ushlagichlar ham bor. Bu ham charmdan ishlab chiqilgan. Mana shu yerlarda mikrofonlar ham o'rnatib ketilgan avtomobilimizni. Orqadan iqlimni nazorat qilish uchun blok qoldirilmagan. Endi ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli kombinatsiya qilingan, ya'ni tepa qism torpedalar qora, pastki qismlar oq charm bilan ishlov berilgan. Xiaomi Su7 Max avtomobilining ichki qismidamiz. Bunda ham xuddi shunaqangi kartalar mavjud. Kartani qo'yib, tormozni bosishingiz bilan avtomobil o't oladi va mana bu yerda xuddi shunaqangi 7 dyumli tablo chiqib keladi. Undan tashqari bunda 56 dyum atrofidagi kattalikdagi head-up display ham o'rnatilgan. Va bu avtomobilimizda farqli yana bitta narsa bor. Rul bunda to'liqligicha elektron tarzda sozlanadi. Rulni o'zingiz sozlashingiz ham mumkin. Mana ko'rishingiz mumkinki, mana rul ichkariga qaytadi va ozgina yuqoriga ko'taramiz o'zimizga sozlash uchun. Mana ko'ryapsizki, rul elektron tarzda sozlanadi, isitish funksiyasi bor. Undan tashqari rulga ham bu yerda qo'shimcha xotira qo'ysangiz bo'ladi. Haydovchi o'rindig'ida ham xuddi shunaqangi xotira funksiyalari bor. Bu avtomobilimizning ham o'rindiqlari bir xil, ya'ni rul ham isiydi, ikkala orqa o'rindiqlar isiydi, old o'rindiqlar isiydi hamda sovuydi. Xuddi shunaqangi funksiyalarga ega. Bunda ham aynan o'tiradigan joylarda, ya'ni markaziy qismlarida nappa terilardan avtomobilimizda foydalanib o'tilgan. Yon qismlarda esa yumshoq materiallardan ishlov berilgan avtomobilda. Yuqori qism, tom qismi alikantaradan ishlov berilgan. Qora alikantara bu yerda ishlatilgan, ko'ryapsiz. Yuqori qism bir xil. Bunda ham xuddi shunaqangi kattakon panorama tom funksiyasi bor avtomobilimizda. Qo'shimcha opsiya sifatida bu yerda qo'yilmagan ekan, muzlatgichlar bo'lish kerak edi. Bu avtomobilimizda muzlatgichlar qo'yilmagan. Markaziy konsol xuddi shunaqangi bir xil, faqatgina bu yerda qo'shimcha ikkita tugmani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni birinchi pozitsiyaga nisbatan bu qanaqa tugmalar? Bittasi avtomobilni pnevmo podveskasini boshqaradi, pastroq, balandroq qiladi, ikkinchisi esa
Orqada aytib o'tdik, bu tashqarida ko'rsatdik, spoiler ko'tariladi, xuddi shu elektron spoilerni tushirish yoki ko'tarishga xizmat qiladi. Va yana bitta narsani aytib o'tdim sizga. Yurish rejimlarini sanab qoling, farqi bor degandim. Hozir sizga shuni ko'rsataman. Qarang, bu yerda beginner, ya'ni o'rganuvchi degani adashmasam, xuddi shunaqangi rejimda turibdi. Undan keyin comfort rejimi, sport hamda sport plus rejimi. Ko'ryapsizmi? Buni rejimlari ko'proq. Ekonom, beginner, comfort, sport hamda sport plus rejimlarda avtomobilni bemalol harakatlantirib ketsangiz bo'ladi. Uzatmalarni amalga oshiradigan rechak esa aynan orqa qismida, rulni orqa qismida joylashtirib o'tilgan avtomobilimizda. Bunda ham xuddi shunaqangi 16.1 dyumdagi markaziy displeyimiz o'rnatilgan. Bunda avtomobilni barcha sozlamalarni sozlashingiz mumkin bo'ladi. Kerakli bo'lgan barcha sozlamalar xuddi shu yerda joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalarni shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi va 256 xil rangi o'zgaradigan bu yerda ambient chiroqlar ham avtomobilimizda o'rnatib ketilgan ekan. Hozir mana yoqdik. Adashmasam yondi, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli tarzda yonadi, qorong'ida yaxshiroq ko'rinadi. Bu narsa mana shu qismlarda, mana konsolda ham bor. Ozgina ko'rinayotgan bo'lishi kerak sizga ham bu narsalar. To'g'risini aytganda, Max avtomobili birinchi pozitsiyaga nisbatan anchayin ko'proq narsalar bilan jihozlangan. Aynan Sport Plus pozitsiyasini borligida emas, bu yerda sizga yaxshigina qulaylik beradigan head-up displeylarni borligi va o'rindiqlarni boshqacha ekanligi va eng asosiysi aytib o'tishim kerak, bu yerda karnaylar va audio tizim. Bu avtomobilimizda Dolby Atmos'dan 25 ta karnaylar o'rnatilgan. Birinchi hamda ikkinchi pozitsiyada 10 ta oddiy o'zini bazaviy karnaylar o'rnatilgan bo'ladi. Bu yerda ham orqa qism haqida sizga qisqacha aytib o'tamiz. O'tirish qulay, orqa o'rindiqlar isish funksiyasiga ega, oynalar aytib o'tdim, kuydirilgan, panorama tom juda ham katta va qulay. Bu endi bizda yozgi kunlarda albatta qiyinroq bo'ladi. Quyoshdan himoya qiladigan plyonkalar tortishingizga to'g'ri keladi. Bilasiz, bizda yoz issiqroq bo'ladi. Bunda pardalar yo'q. Shu tomoni ozgina minus demasa, qolgan hamma narsasi zo'r. Tom esa to'liqligicha ko'ryapsiz. Yuqori qismlar alikantara bilan qoplab chiqilgan. Birinchi pozitsiyada alikantara ham yo'q edi, nappa charmlari ham ishlatilmagan edi. Bu avtomobilimizda nappa charmlar ham ishlatilgan. Boshqa farqlarini esa video davomida aytdim, o'zingiz ko'rib tushunib yetdingiz. Birinchi pozitsiyadagi Xiaomi Su7 avtomobilining old qismida motor yo'q. Buni orqa qism motorlari harakatlantiruvchi hisoblanadi, ya'ni RVD shaklida harakatlanadi va bu yerda 105 litr sig'imga ega bo'lgan yukxonani ko'rishimiz mumkin. Lekin to'rtala g'ildiraklar ham harakatlantira oladigan 4VD shakldagi Xiaomi Su7 Max avtomobilimizda ham xuddi shunaqangi 105 litr sig'imga ega yukxona old qismida joylashtirib o'tilgan. Endi avtomobillarning ot kuchi haqida ham ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bu avtomobilimizda birinchi pozitsiyasi, o'z pozitsiyalarini ham aytib o'tdik shu o'rinda. Avtomobilda 3 ta pozitsiya bor. Bu birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi Pro, uchinchisi esa mana bu Max hisoblanadi. Undan tashqari Ultrasi bor, unda 1,5 mingta ot kuchi, trek rejimlari ham bor. U endi umuman boshqa avtomobil hisoblanadi. Narxi ham bulardan qimmatroq. Xiaomi Su7 birinchi pozitsiyadagi avtomobilni sizga texnik xususiyatlarini aytib o'tmoqchimiz. Kapot qismini ochib qo'yganmiz. Ko'ryapsiz, bu yerda motorlarni ko'rish mumkin emas. 105 litr sig'imga ega bo'lgan yukxona old qismida ham avtomobilda mavjud. Avtomobilimiz bir to'liq quvvatlanishda 700 km masofa bosib o'tadi. 76 kWh sig'imga ega temir fosfat batareyalar o'rnatilgan. Ot kuchi esa 299 ta RVD shaklida, ya'ni orqa g'ildiraklar haydovchi hisoblanadi. 0 dan 100 gacha 528 soniyada qo'zg'aladi. Maksimal tezlik 210 km/soatni tashkil qiladi. Endi ikkinchi pozitsiyadagi avtomobil bundan ozgina farq qiladi. Ot kuchi bir xil, unda ham 299 ta, u ham RVD shaklida harakatlanadi. Faqatgina uni 0 dan 100 gacha qo'zg'alishi 507 soniya, chunki batareyalari og'irroq. 94 kilovatlik batareyalar qo'yilgan bo'ladi va 830 km masofani bosib o'ta oladi. Ya'ni ikkinchi pozitsiyadagi Pro, Xiaomi Su7 Pro avtomobili. Endi esa Xiaomi Su7 Max avtomobilini sizga texnik xususiyatlarini aytadigan bo'lsak, bunda 673 ot kuchiga ega bo'lgan bir emas ikkita elektr motorlar o'rnatilgan. Ikkita elektr motor bo'lgandan bilgan bo'lsangiz kerak, 4VD shaklda, ya'ni to'rtala g'ildiraklar ham avtomobilni harakatlantira oladi. 0 dan 100 gacha avtomobilimiz 278 soniya, deyarli 3 soniya ham ketmaydi, 278 soniyada qo'zg'aladi. Maksimal tezlik 265, bu avtomobillarda esa maksimal tezlik 210 km ni tashkil qiladi. Yurish zaxirasi 800 km, batareya quvvati esa 101 kWh sig'imga ega bo'lgan batareyalar avtomobilda o'rnatilgan. Xiaomi Su7 avtomobiliga olgan obzorimiz sizga ma'qul kelgan deb umid qilaman. Xato kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz va
Sizga obzor yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Narx ham avtomobillarning juda ham ajoyib. Pastki qismda narxlarni yozib qoldiramiz va pastda ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqib, ushbu avtomobillarni xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni asrang. Sizga ham xuddi mana shunaqangi ajoyib bo'lgan avtomobillar nasib qilsin. Niyat qilganlarga ham ushbu videoni yuborib qo'ying.